9 yoshli bola olamdan o'tib qoldi. G'assol mayitni hattoki peshin vaqtigacha ham yuvib kafanlolmadi. Janozaga yig'ilgan ko'pgina odamlar bu holatdan sarosimaga tushibdi, xavotir olishdi-da. G'assol bir amallab ancha vaqtdan keyin mayitni yuvib kafanlabdi va odamlarning oldiga chiqibdi. Odamlar G'assoldan nimaga uzoq vaqt qolib ketganini sababini so'rashdi. Shunda G'assol har gal mayitni yuvib kafanlashga tayyorlagan paytimda bolani og'zidan qon kelaverdi. Shu sababdan men uzoq vaqt qolib ketdim deb javob berdi. Janozaga yig'ilgan odamlarning ko'pchiligi bu holatdan qo'rqibdi. Sababini izlay boshladi. Nimaga bunday bo'lganini sababini izlay boshladi. Keyinchalik bilishsaki, o'sha bolachani onasi bola bir xato ish qilib qo'ysa, onasini aytganini qilmasa, shovqin qilsa, bolasini og'zingdan qoning kelsin deb so'kar ekan. Endi men bu bilan nima demoqchiman? Bu video